Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Assalomu alaykum. Tolqin aka, Joli Salom aka, charchamasdan, olmasdan. Xalq xizmatida aka. Rahmat. 12 soatlar turib aka. Hammani moshinalik bo'lyapsiz, gap yo'q aka. Obunachilar bilan bitta sonda. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Uzoq yaqindagi Oppo'zimizni Mo'min Musulmon uzoqda, chet elda, u yerda, bu yerda yurgan aka-ukalarimiz hali Rossiyalardan, u yerdan, bu yerdan Farg'ona baribir brendda ketyapti. Farg'ona viloyati brendda ketyapti akalar. Assalomu alaykum To'lqinboy avto muxlislariga ham Oppo'zimiz aka-ukalar. Uzoq yaqindagi Oppo'zimiz aka-ukalar. Endi o'zimiz kanalimizdan yetib keldi. Shuning uchun yana bulardan salomlar beryapti. Fotoga qani bitta boshlab bering. Bugun yangiligi akalar juda ham mashinalar ham bugun ko'paygan va undan ham ko'p sotilgani ham bor. Ertaga bugun bozorda aylanib mashina topolmagan va arzoni uchiramagan, ololmagan insonlar ertaga bir kunga kelaveramiz. Ertaga kunga, dushanba kunlikka katta bozor. Mabet, notarius xizmati va gayli havasi ishlayapti do'stlar. Ertaga eng qizig'i generalni faqatgina bizda olma qilaveradi. Yana bir kunga ketsak berasiz. Maqsad bugun ololmagan insonlar bugun arzon qo'yib bering, bozordan ko'rganiga 100 so'm bo'lsa arzon qo'yib bering. Xudo xolasa. Bugun ko'pchilik ololmayapti, uni ham eshitdik. Biz o'zingizdan bozorga Farg'onaning bozoriga ko'pchilik ololmayapti deyapti. O'zi Farg'onaning bozoridan Hoji akani yuring deb ushab olib kelish xaridorlar mana shu yerda sovg'a qildik. To'g'rimi Hoji aka? Akalar qo'yib beramiz. Manzillarda aytadigan bo'lsangiz, akalar Andijonda O'zbekiston ko'chani Toshkentdan yetkazamiz. Toshkent, Andijon, Toshkent shunday qiyosdasida yoki O'zbekiston ko'chasi deb murojaat qilinsa bo'laveradi. Telefon raqamlarimiz 90 525 45 45, 93 160 99 99, 90 648 0001, 91 193 0001 raqamlariga murojaat qilinadi. 3D xizmatlarimiz bor. Jiguli 06 07 Tiko, Matiz, Nexia 1, Damas 1 shunday mashinalar bo'ladigan bo'lsa 3D xizmatlarimiz bor. Jiguli mol qo'ylar bo'lsa ham olaveramiz. Mana shunday qilgani tugayman deydigan aka-ukalarga bismillah deb ish boshlamiz. Men qiziq akalar mana shu to'rtta nomerga tilma telefon qilaverasizlar. Yozsanglar, bolalar operatorlar akasi tashab beradi va kommentariyada qanaqangi izohlar qoldirayotgan bo'lsanglar, hammasiga ota-onasiga sog'-salomatlik tilab qo'yamiz. Qazolarda hamchi haligina ko'tarilishgacha hech bo'lmasa bir dona olsa ham tochka qilib qo'yib ketar ekan. Ashunga dadadadan qilib like, podpiskalar o'xshatib berib turibdi. Bu ham biz ham o'xshatib to'xtatmay turaylik akalar. Qani bo'lmasa boshladik. Neksiyalarni sotilib ketdi. Bu tomondagilar hammasi xudo xolasa. Nechta qoldi? Bitta neksiyamiz qoldi mana. Bitta mashinasi. Bitta shuni bo'lsa ham bonus qilib bering ertaga bir kunga. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa mana shuni 4800 dollarga generalni ichida dedi. Kun bo'yi 4800 dollarga turdi. Ertaga bo'ladigan bo'lsa 4700 dollarga generalni ichida qilib beramiz. 4600 ga qilib bering. 4600 ga hisob. Ertaga kunga bir kunga mana shu 2014-yil. Aka so'raysizmi? Bu yaxshi zo'raydi Hoji aka. 100 so'm so'rab qo'ydim men. 2600 ga generalni ichida. 2600. Bu degan 4,5 ming dollarga tushadi degani. Haligiga gaz, suv, svet hamma yo'q bor. Keyin buni aytib qo'ylar, narxidan ham ichiga ham, tashiga ham 250 dollar asib qo'ydik. Ko'ringlar. Ziyoniga deydi. Akalar bo'lsa, like podpiska to'xtatmay turamiz. Bu Cobalt-ni hozir barter bo'lyapti, nasib setting oladi. Matizlarimiz bor, Tiko'dan boshlab. Kecha Tiko sotilib ketdi. 800 ga qo'ydik, 800 sotilib ketdi. Tiko'ni sotilib ketdi. Ertaga kunga bunikini mana shu yerda o'zi ham egasi 1200 dollarga to'laman qilib unisini so'rayotgan ekan, bermay turgan ekan. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 1200 dollarga ertaga berib yuboramiz. Bu chiroyli Tiko ekan aka, beshkani ko'rsa ekan, ichlarni ham ko'rsa. Juda maza qilib minoladi. Ertaga kunga aka obunachilar kelsin. 1100 dollarga akalar generalni ichida barakat bo'lsin. Aka 1000 dollarga qilmaymiz ertaga bo'ldi. Ertaga bo'ladigan bo'lsa ukamani tushirdik. 1000 dollarga generalni ichida ketdi. Hisob 900 dollar u degan aka. Ikkinchi yil ishlab chiqarilgan 2200 dollarga. Nechiga keldi? 2200 dollarga. 2006-yil ishlab chiqarilgan. Nech pul dedi? 2200 dollar. Bunaqa emaslar, 17-18 dan sotdik aka. Generalni ichida qilib beraman. Qimmat bu aka. Ikkiga bo'lam yana bitta qarachi. Ikkiga bo'ladi. Hisob ketdi. Bo'ladimi? Hisob. Qancha generalni ichida? Qancha olib kelsin? 500 dollarga chiqaradi uni. Bo'ladimi? Gapiring uka. 1600 dollarga tushirib yuboraymi Hoji aka?
Tushunmay qolibsizmi? Tushunib beringchi. 300 dollarmi aka? Hamma yo'q ichida qilib beramiz. Mana rahmat ertaga kelib sizga olib ketaveradi. 1600 dollarga generalnisi ichida deyapsizmi endi? Ertaga bo'ladigan bo'lsa 1,5 dollarga generalnisi ichida bekarga desak ham bo'laveradi. Ertaga uni 1400 dollarga general ichida. ertaga oladigan bo'lsa bekarga qo'yib beraman. Ertaga 1400 dollarga generalisi ham ichida hisob. Bekarga demang. 300 dollarman kelaversa o'ziga rasxod qilamiz. Sizga emasda 300 dollar cho'ntagini o'zi qiladi-yu. Generalisini qilib oladi, bank rasxodini qilib oladi. Xullas kelam ertaga bo'lsa 1300 dollarga mashina. 1300 dollar 2200 dan 1300 dollarga. 1300 dollarga ketdi. Haligina qiladi. Generalisini o'zi qilib oladi, bank rasxodini o'zi qilib oladi. Keling. 1300 eshitding? 1300 dollarga. Ishtimasi yo'q. 300. Hoji aka 1300 dollarga ishtimasi yo'q. 300 dollarman kelsa bo'ldi aka. 300 dollar eskirib O'ziga rasxod qilgani. Hop, bo'ldi. Bu 40 partiyada 748. Ikkalasi Hasanovdan, ikkalasini ham kraskasi yo'q deb olindi. Bittasi 9, bittasi 10. 3300 dollardan generalisi ichida qilib Bir xil so'm. Aka bunisini ertaga bo'ladigan bo'lsa 3000 dollarga general ichida qilib beramiz. Maylimi aka? Ertaga hisob ertaga bir kunga generalisi ichida 3000 dollarga ketdi. 3000 dollar ya, generalni qilib beramiz. Unda yana Bunisi bo'ladigan 3200 dollarga generalisi ichida. kraskasi toza aytilyapti aka. 519. Bu Spark'ni sotmaydi. 5500 dollarga ertaga generalisini ichida qilib beramiz. Ertaga 100 so'm o'tib bering. 5400 ga generalisi ichida ketdi. 15 yil ha. 15 yil. 15 Hamma yo'q. 2015-yil eshitib olinglar akalar. 2015. Buni 2019-yil ishlab chiqarilgan, toza kraskasi yo'q. Gaz, suv, svet hamma yo'q bor. Oqqortdagi desa shamolda bor, bo'ronga qaytadi, holi Moskva, holi Toshkent deb turibdi. Ertaga bo'ladigan 5800 dollarga generalisi ichida qo'yib. 5700 qilib bering. 5600 dollarga generalisi ichida qilib beraman. 5500 qilib bering. 5500 dollarga hisob Hoji akaning gapi 5500 dollarga generalisi ichida ketdi. 280 oldi davlat raqami. Kraskasi yo'q, toza deb aytdim. Toza to'rtta balo. Bunisini bizni Krilosda kraskasi bor 2015-yil. Bunisi 2015-yilda ishlab chiqarilgan, qatordan ko'ra qaymoq deydigan kukalarga oladigan bo'lsa, ertaga 4,5 dollarga bunisini ham generalisi ichida qilib beramiz. 100 so'm tushib bering mashinadan. Traktorga generalisi ichida ketdi. 4300 ga aylangan. To'rtta baloni qabul bilan ham yo'q bo'ladi. Ana jitta tushib bermaysizmi shundan yana aka? Tushib bera olmay qolsam 4300 dollarga generalisi ichida qilib beraman. 4200 ga generalisi ichida ketdi. 4200 ga general. 597 davlat. Hoji, bu 2006-yil ekan, lekin butun mashina ekan. Bitta eshigida kraskasi bor xolos, nari tomonda. 18-yil. 1800 beryapti. Kecha ham ulgurmay qolgan akalar. Kecha 2008da oqidangi ulgurmay qolgan. Keling mashina bitta ichini ko'rsatdi aka. Ichini ko'ringlar. Ichini ko'ringlar. Bitta qolgan devorga ekan. Ko'ringlar. Mana yurgan torpedalari ham вообще agar mosida ham ovoz bo'lsa, hamma qo'yaveradi. Mosida ham ovoz yo'q. Endi ertaga bozorga yurmaganlar, ertaga. Yo'q, o'zimizga ham bor edi, oqiga ulgurmay qoldik deyotgan kukalar. Mana endi bemalol kuzatayotgan kukalarga yana qaytarib kelib qo'ydik. Unisi emas, bu boshqa 2008-18 ga o'xshab turib tashqaryapsiz. Bitta qaytida kraskasi buni? Buni aka bitta eshigida kraska bor xolos. Kraskasi bor ekan, xolos. 2006-yil birinchi chiqqan Damas 2. 3,5 dollarga generalisi ichida qilib beramiz. 3300 ga ertaga general ichida qilib beramiz. Hisob, ertaga 3300 dollarga generalisi ichida ketdi. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 3600 dollarga generalisi ichida qilib beramiz. 2012-yilda ishlab chiqarilgan, buni qayerda kraskasi? Buni 10% kraskasi bor deb oldik. 10% 500 ga qilib bering shuni. Ertaga bo'ladigan bo'lsa 3500 dollarga generalisi ichida qo'yib beramiz. Rahmat aka, kam bo'lmay aka, kam bo'lmay. Qaysi tomondan Aka bozorda. Aka monosi nima bo'lgan monosi? Bu sotildi. Sotilgan teskari qo'yamiz. Bir chekka. Bo'ldi 12 ta. Kechki bozorimiz yuriyapti hani ya. Xo'sh, 537. Buni o'zingiz hisobini Albatta chiqaryapsiz. aka 4000 dollarga chiqadi bu aka. 4000 dollarga kam bilan hisob qilib orasida, ertaga orasida 6-paysi toza Premier Plus bilan. 23-yil ham. 23-yil. 20. Xo'p, Centramiz. 2016-yil ishlab chiqarilgan. 8600 dollardan orqaga qaytdi, 7000 dollarga ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, endi generalisi ham ichida qilib beramiz. 7000 dollarga ishtimasi yo'q edi. Qo'y, yangi Centramiz. Generalisi ichida qilib qo'yapti. Bo'ldi. 911 davlat raqamda. Bunisi 2020-yil toza kraskasi yo'q. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, 10,5 dollarga qilib beramiz. Bu kami bormi? Bering aka mashinadan. Ertaga bo'ladigan bo'lsa
1800 dollarga haligiga o'zini nomiga chiqaradigan sharoit topib oldik. Pulini ayting, balat 10 ming. 9900 dollarga generalni ichida qilib beramiz. Bunisini kapotini yopib qo'yib turing-da. Uchinchi paytda diskalari. Mashina yonidagidan qolishmasa kerak bu aka. Bundan kuchli ham turibdi. 2020-yilda ishlab chiqarilgan qop-qora kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, "O'k ko'raymi" deydigan jentramiz. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 11,5 ming dollarga 20-yil kimga qiziq? Like tartgan dadadadan qiladigan Aka, adashdi. Chiroyli gaplashamiz. 20 ga o'xshaydi xolos. 20 ga o'xshaydi. Unda ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 6600 dollarga generalni ichida kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Yana 100 so'm o'tib bering. 6500 dollarga generalni ichida ketdi. Akalar kraskasi toza, faqat jentra qilinganiga kapotni kraska xolos krilosi bilan. Mana haligi Yurgani ham 270 ming yurgan. Yurgani ham 270 ming. Yurgani ham trabek. Jentra qilingan, hamma yo'g'i. Takbirdiga. Diskalari ham 3-paytda qo'yilgan. Lyubokisi 2020 demasa gapiroringlar, biroq ko'rsa Lyubo odam 2020 ekan deydigan. Yutganini bildirma deydigan ekan. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 5000 dollarga generalni ichida 2011-yilda ishlab chiqarilgan mashina o'ta qiziqarli. Xatovoy motor korobkalar o'ta go'zal. Aka tushib bering. 4900 dollarga generalni ichida qilib beramiz. 4800 ga general ichida bir Hisob kunga. ketdi. 937 davlat raqamida nasibga so'raganlar. Rahmat hamdum. 586. Avtomat korobka. Va avtomat korobka 2017-yilda ishlab chiqarilgan, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bunisini 7300 dollarga generalni ichida qilib beramiz. 7300 dollar. 7200 ga bo'ladi, 7200 ga. Ha? 7200 ga hesab generalni ichida ketdi. 100 so'm tushib 586 davlat raqam. 7200 ga generalni ichida hojatgan tushirdi mana. 7000 ga general ichida oxiri bu. 7000 qilib bersa, Hesab ketdi, bunisi ham 7000 dollarga avtomat korobka generalni so'radi, akam yana so'radi 7000 dollar. 800 davlat raqam. Bunisini 8800 dollarga qo'ydi, 19-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka, orqa krilasida petnosi bor, gaz, suv, svet hamma yo'g'i bor. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 8500 dollarga generalni ichida qilib beramiz. 8200 ga general ichida bir kunga ertaga aka. 8100 dollarga generalni ichida qilib 100 beramiz. so'mni avvalo 8000 8000 dollarga generalni ichida ketdi. O'rtoqlar o'zi mashinamiz balat olingan, lekin ertaga tushirib yubordik narxlarni. Bunisi bo'ladigan bo'lsa, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa o'zi 10800 dollardan qaytib 9800 dollarga generalni ichida qilib beramiz. 21-yil toza kraskasi yo'q. Necha pulga? 9800 dollar. 9000 dollarga qilib beramiz ertaga. Dod desa ham men sotdim. 630 davlat raqam. 9000 dollarga hesab ketdi. 21-yil. ketdi. Hisob. Generalni ichida. 437 da. Ha, bunisi bo'ladigan bo'lsa 8800 dollarga tonirovkani ruxsatnomalargacha bor. 20-yil mexanika korobka. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 2000 dollar kim beradigan bo'lsa, oylik to'lovi 3 milliondan ketdi. Necha pulga aka? 8800 dollarga. 8,5 ming dollar qilaylik. 8400 dollarga ketdi. 8200 dollar. 8300 necha pulga? 8200. 8100 dollarga generalni ichida. 100 nima qilasiz? 8000 dollarga generalni ichida ketdi. Barakalla, barakalla. Nima sizlarni ham tushdi mana endi aka. Yomon bo'ladi endi. Ko'p so'raganlarga mana 18 ta qo'ydi. Akana kimlar Nexia 2 bermasa balki yo'q qo'yaman. Qani Cobaltlar. 2021-yil avtomat korobka kraskasi umuman yo'q. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 11 mingga qo'yib beramiz aka. 10 ming dollarga qo'yapmiz. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 10800 dollarga generalni ichida. 10700 ga general ichida. 10600 dollarga generalni ichida qilib beramiz. Hisob. 10,5 qo'yavering mashina. 10,5 ga kelishdi, 10,5 ming generalni ichida. Hisob. Ko'rib olinglar aka, ro'millariga e'tibor beringlar. 2013-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi. Kapot kiringlar xolos. Kapot krilasida bor, xolos gaz, suv, svet hamma yo'g'i bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 6600 dollarga generalni ichida qilib beraman. 6500 ga qilib bering. Hisob ketdi. 6300 ga qilib bersin. 6200 dollarga qilib beraman. Bo'ladigan bo'lsa. Necha pulga? 6200 ga generalni ichida qilib beraman. Hisob. 100 so'mini olvoring. 6100 dollarga generalni. Yana 6000 dollarga to'g'ri keldi. Ha. 730 davlat raqami. Bunisi 165. 7800 dollardan 7,5 ming dollarga tushdi, 7,5 ming dollardan 7000 dollarga ertaga bo'ladigan bo'lsa 6900 dollarga generalni ichida qilib. Rahmat aka. Yilichi yili 15. 15-yil. 2016-yil ishlab chiqargan kraskasi yo'q umuman akalar. 16 ga 17 ekan, bunisi kimga qiziq? Kraskasi yo'q umuman. Ertaga bo'ladigan bo'lsa 7,5 ming dollarga bunisi ham generalni ichida qilib beramiz.
Adashib ketdingizmi sen aka? 665. 8000 dollarga qo'yaverdingiz sen aka. 8 ming ham hali 16 ga 17 deydi ekan. Bo'ldi, gap qisqa qiling bo'ldi endi, bo'ldi. Gapirdingiz tamom. Bo'ldi. Ujigalar aka, men ko'rib olinglar, mana shu mashina ziyoniga aytib yubordi. Lekin aytish hali odamlar har xil yozmasin nega 14 ga 15, bunisi ertaga 2 bo'ladigan bo'lsa, bunisini ham 6800 dollarga generalisi. Chista 15 hoji aka. Chista 15 mi? Hesab bo'lmasa bunisini ham 6800 ga generalisi ichida qilib beramiz. 100 so'm o'tib bering mana shundan. 6700 dollarga generalisi ichida ketdi. Barakalloh. Zo'r, diskalari ham 4 ekan aka. 4 ekan. G'alatis. 6700 ga general ichida bo'ldi. 1920, bunisi 2021. Xo'p. Ikkalasining narxi bunisini kecha 10200 dollarga qo'ydik, generalisi ichida. Bunisini 10,5 dollarga general. Buni 10 mingga general ichida qo'yaylikmi? 347. Bu bo'ladiganimiz 9900 dollarga generalisi ichida qilib beraman. Avtomat korobkaligini bilinglar, avtomat korobka. bor. 4-paysa avtomat korobka, kraskasi yo'q, toza. Xo'p. Bunisi 21 aka, chista. Buni 21 toza, kraskasi yo'q. Gaz, suv, svet hamma yo'q bor. Hozirgi 4-paysa bunisi ham qiziqarli emas, 10,5 dollarga ertaga bunisini ham generalisi ichida qilib beramiz. Sizga tushib bering shundan. Yo'q, yaxshi hoji aka. Yaxshimi? Yaxshi. O'zi adashib qolyapti hoji aka. 10400 ga qilib beraman, hisob. Xalq o'ylayapti, mayli. Buni sotildi, ha? Hoji aka, mana 008 da 10400 ga deyorsiz aka. Ertaga bir kunga bunisi 005, bunisi ham auksion nomerlarida. Ertaga bo'ladigan bo'lsa 11200 dollarga generalisini ichida qilib beraman bunisiga. Kraskasi yo'q. Ha, 200 ni avani 11 mingga 11000 dollarga generalisini ichida qilib beramiz. Kraskasi yo'q, toza mashinamiz 23-24 qram yurgan probegi. Bunisi 22-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi yo'q. Umuman yo'q. Kraskasi yo'q. Pakalena propan gazi bor, 800 dollarlik. bilan qiziqarlisi ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 11,5 dollarga generalisini ichida qilib beramiz. 500 ni avani 11 mingga qo'yamiz, bo'ldi. Sirazi. Sirazi. Oldi bo'lmasa 11000 dollarlik generalisi ichida ketdi. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 24. 24 30 ming yurgan, buni ham gaz, suv, svet hamma yo'q bor. Mashina qiziqarli, zerikarli emas, 30 ming yurgan. Propan pakalena gazi bor buni ham. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa unisi ham 11,5 dollarga generalisi ichida qilib bera olamiz. Hoji aka, mana shu 24 ni bitta tushib beringda ertaga mana shu sotilib ketadi aka. Hammasi sotilib ketadi. Ertaga 10300 dollarga generalisi ichida qilib beraman. Sirazi. 11300 ne adashib ketdingiz? 11300 deyapman. 11300 ga. 11300. 11300 ga. 11,5 dollarga deyapman, 11300 ga. 200 oladi, 11300 ham 11 mingga sotilmadi. 11 mingga berishini ertaga bir kunga. Erkak kishini lavza o'rguncha shayton go'ni uzilib chiqdi deydi. Ashunaqaga ayli bismillah ketdik. 11000 dollarga generalisi ichida. Hisob. 30 ming yurgan. Hisob bor, 487 ta. Aka 24 11 ming ya. Qani aka, akalarimiz kutib qoldi endi. Dasturlaringizni ayting. Kutib qoldi. Xabarlarni qilaylik. Bo'l. Manzillarni fotoga tushuntirib berasiz. Manzillarimiz Andijonda akalar O'zbekiston ko'chasini Toshkent stansiyasidan Andijon, Toshkent, Andijon shunaqa joyda savdo qilyapmiz. Undan tashqari 3D xizmatlarimiz bor. Jiguli 06, 07 qanaqadir mol, qo'y, Nexia 1, Nexia 2, Damas 1, Damas 2, Tiko shunaqa mashinalar bo'ladigan bo'lsa 3D xizmatlarimiz bor. Telefon raqamlarida aytadigan bo'lsak 90 525 45 45, 93 160 99 99, 90 648 0001, 91 193 0001 raqamlarga murojaat qilinadi. Kimga qanaqa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa bemalol akalar podpiskani to'xtatmay turamiz. Mana shunaqa ertaga kunga 1300 dollardan bekarga qo'yib emas, bash podpiskani dadadadan qilib bergan aka-ukalar bismillah deb ertaga kelin oladi. Shu mashinani qo'yib beramiz. 1300 dollarga bekarga 300 dollar pul bilan kelsa dokumentning o'ziga. Podpiskani to'xtatmay turamiz. Narx pul bilan kelsa necha pul asmashsiz? Narx pul bilan kelsa ham 1300 ga bera olamiz. Bank bilan haligina bozorda farq qiladi. Bittaga aytaymi aka? Bu yerda farqi bo'pti, eshiting, bitta aytaman. Narx pul bilan kelsa ertaga 1200 dollarga beramiz Ashmat. Hisobmi? Hisob. Tikoda ham puli bor. Kim haligina oladigan bo'lsa, haloli bo'lsin, mazasini qilsin. 1200 ga 1200 dollarga hisob ketdi. Aytib qo'ying, ulangan, sulangan yeri yo'q. Mashinamiz butun libo odam, libo ustaga bor, 10 ta emas 30
Sizga ko'rsatib olinadi. Xarab qolmagan, xarab doskada qolingan deyilyapti. 1200 naqd pulga. 1200 naqd pulga. Tiko naqd pulga Lekin 900 pastdan dollarga. to'xtatmaymiz akalar. Avtoobzor eng arzoni bizda To'lqinboy avtodan olamiz, baraka topamiz degan kanallarimizni to'xtatmasdan Aka. dadadan. Hammani omadini bersin. Hammani omadini bersin, sog' bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin. Hamma yaxshi kunlarda, umralarda ko'rishaylik. Tayyorgarliklar boshladik, xudo xolasa.